Bay bay, buni go'zalligini qarang. Allohimga behisob shukrlar aytaman shunaqa go'zallikni yaratishni nasib etgani uchun. Ta'mi bo'lsa ko'rinishidan-da a'lo. Ishlasangiz bo'ldi, o'zi erib oshqozoningizga tushadi. Xullas, mani shukur qilishga undagan rakushka shirinligi retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yarim kilo unga 200 gram sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib, urvoq holiga keltirib olamiz. Keyin alohida idishimizga 2 osh qoshiq shakar, 3 dona tuxum sarig'i, 150 gram smetana va 1 choy qoshiq razrixitelini solib, aralashtirib krojkani ustiga solib, yumshoqqina xamir qoramiz va xamirni tindirishga jo'natamiz. Endi nachinkasini tayyorlaymiz. 3 tuxum oqiga 1 chimdim tuz solib, mikserda aralashtiramiz va oz-ozdan shakar qo'shib boramiz. Shunaqa qattiqqina holga keladi. Xohishga qarab yong'oq maydadan foydalanishingiz mumkin. Tingan xamirni bir xil zuvalachalarga bo'lib chiqamiz va videoda ko'rsatilgandaqa qilib chiroyli qilib bukib chiqamiz. To'liq retseptni har doimgidek opisiyadan topasiz. Tayyor bukilgan rakushkalarni 180 gradusda qizdirilgan duxovkaga 45 minutga jo'natamiz. Chiqqach ustiga sug'ushonka surtib, xohishiga ko'ra bezatib, dasturxonga chiroyli qilib jo'nating. Yegan odam sizni duo qilishi aniq. Menga ishoning. Hammaga yoqimli ishtaha.